Nihoyat do'konimga qaytyapman. Nima desam bo'ladi? Do'konimga qaytyapman. Xullas, nima desam ekan? Men ancha bo'ldi do'konimga bormadim va bugun menda anchagina ko'p planlar bor. Ya'ni mana shu oy ichida, bu oy emas, 2-3 oyda bitar bilmadim, ammo men avtosalon va nima desam ekan, benzin quyish shoxobchasi qurmoqchiman. Zapravka. Xullas shunaqa. Buning uchun anchagina pul yig'dim. Ammo hozir do'konni faoliyatini to'xtatdim. Ya'ni nima desam ekan, bu ishlar uchun menga do'kon ko'p vaqt oladi. Shu uchun do'kon faoliyatini hozircha to'xtatib turamiz. Keyinchalik hammasini bitkazib bo'lgandan keyin yana davom ettirishimiz mumkin emas, albatta davom ettiramiz. Bu esa mening yangi mashinam. Gentra edi, sotdim va shuni oldim. O'ylashimcha sizlarga yoqdi va o'zimga ham juda ham yoqdi. Buni ham sotaverarman bilmadim. Endi ko'ramiz. Xo'p, bu esa mening hamma bilgan do'konim. Bu do'konni hozircha yuritmayapmiz. Ichida hech nima yo'q. Umuman hech nima qolmagan. Bo'm-bo'sh turibdi, mana ko'rib turganingizdek. Xo'p. Usta chaqirib qo'yganman. Ustani kutamiz endi sekingina. Usta ham kelib qolsa kerak tez orada menimcha. Ana o'zi ham keldi. Assalomu alaykum usta. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. U do'kon nima uchun bo'm-bo'sh? Hozircha to'xtatib turibman. Yaxshi. Yuring unda, siz bilan gaplashib oladigan gaplarimiz bor. Ketdik. Xo'p. Xullas sizga tushuntiradigan bo'lsam, mana shu yerni buzib, mana shu garajlarni buzib tashlash kerak-da. O'rniga zapravka qurish kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. Zapravka. Nima qilyapsiz? Chizmalarni o'rganib chiqyapman. Tushunarli. Xullas, keyingisichi. Keyingisi bo'lsa ortimdan yuring. Keyingisi ikkinchi proyekt bu. Mana bu yerdan kelyapsizmi? Kelyapman, yuring. Xullas, mana shu yerni buzib, mana reshotka bilan o'ralgan joylarni hammasi ichi meniki bo'ladi. Shu yerni mana bu daraxtlarni yo'qotib, xullas hammasini o'rniga avtosalon qurishimiz kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. Xullas, endi bu yoqqa keling. Mana bu yerga o'tirib oling, gaplashib olishimiz kerak. Xullas, hammasiga ruxsat olganmisiz? Ruxsat olganman. Aniq ruxsat olganman. Unday bo'lsa men ustalarni olib kelaman. Qolgan bolalarni bir 50 tacha bola kelsak bo'ladimi? Iloji bo'lsa 100 ta bo'lsin. Mayli, xo'p, pulini boshqa payt gaplashamiz. Bo'pti, sog' bo'ling. Va hammasi sekin-sekin amalga oshyapti. Xo'p. Bolalar, ko'rib turganinglardek, do'kon faoliyati to'xtagan, lekin men yangi ishlarni boshlab qo'yganman, ya'ni zapravka va avtosalon quryapman. Avtosalondan ham ko'ra menga ko'proq zapravka qandaydir yoqyapti, bilmadim. Men ozmuncha pulim emas, albatta pulim ham juda ham ko'p. Juda ham ko'p deganda unchalik ham ko'p emas, xullas, nima desam bo'ladi? Ishimga yetadi. Hozircha avtosalon yoki zapravka ikkalasidan bittasi yetadi. Birinchi avtosalon quraman, keyin zapravkani quraman. Endi bu yerni ham qulflab tashlaymiz, do'konni ancha muddatga qulflab tashlaymiz. Hozircha ishlatmaymiz baribir. Arendaga berib qo'ysam ham bo'ladi, ammo nima desam bo'ladi? Может, arendaga berib qo'yarman. Shunaqa qilaman, faqat 1 hafta, 2 haftalardan keyin balkim bermasman. Qandaydir bu qadrli do'konimni hech kimga bergim kelmayapti. Mana ko'rib turganinglardek, menda shuncha pul bor. Bu o'zimning pullarim va mana bu ish uchun yig'ilgan pullar $30,000. $30,000 menimcha yetadi deb o'ylayman. Hamma qurilishga ketadigan materiallarni deyarli yarmidan ko'pi olinib bo'lgan. Yarmiga pul yetib ortib qoladi. Qolganiga yetsa agar mashina olib qo'yamiz. Ustalarning ham haqqi bor albatta. Juda ham ko'p ishga ketadi albatta pullar hali. Xullas, mana shu chiziqdan bu tomoni meniki. Mana shu yerdan bu tomoni meniki. Keyin mana bu gul atalib o'zim shu yerga gul ekib qo'yganman. Guldan ichki tomoni meniki bo'ladi. Shu yerga xohlagancha zapravka qurishim mumkin. Sizlarga narigi tomonni ham ko'rsataman. Va men ketyapman hozir Jo'xan oldiga. Bilasizlar, Jo'xa ham anchadan beri ko'rinmay qo'ydi, sababi u betob, mazasi yo'q. Albatta, nima desam bo'ladi, kommentariyada Jo'xa haqida so'rasangizlar,
bilib olsingizlar mumkin. Albatta Jo'xa betob. Chunki nima desam bo'ladi, qishloqda anchagina havolar sovuq. Shu uchun u qishloqiga ketgandi. Shunaqa gaplar. Kommentariyada juda ham ko'p odamlar Jo'xa haqida gapiryapti. O'zimdan ham ko'proq bu meni kanalimmi, Jo'xani kanalini bilmay qolyapman ba'zida. Xo'p. Shunaqa Jo'xani ko'rishga ketyapman endi. Ancha bo'ldi u bilan ham ko'rishmadik. Mana bu ishlar haqida ham gaplashib kelishimiz kerak. Biz zapravka va nima desam bo'ladi, avtosalon haqida ham gaplashib olishimiz kerak. Albatta uni ham puli va mehnati singan bu narsalarga nima desam ekan, yana xullas juda ham bu gaplarni ko'p gapiryapman. Mayli, hech nima qilmaydi. Xo'p, Jo'xani endi uyini topish kerak. Uy emas, aniqroq qishlog'ini. Shahardan chiqib ketsam bo'ldi. Shahardan qanday qilib chiqib ketaman bilmayapman, ammo xo'p, mayli, chiqib ketarman bir amallab. Shahardan chiqsam, keyin bitta yo'l bor, katta yo'l, o'sha katta yo'l bo'ylab yursam Jo'xani qishlog'i. Xo'p, mayli, kutamiz. Oradan 3 oy o'tdi va 3 oy davomida men anchagina ishlarga ulgurdim. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Mashinani qandaydir men salon ichiga olib kirib qo'yim kelyapti. Xo'p, mayli. Sekingina endi bu yerdan pоворot qilib olamiz. Bu tomondan o'tsam ham bo'ladi, lekin nima desam ekan, ancha kichkina joy, hayda olmay qolishim mumkin. Shu uchun bu tomon bilan aylanib bo'lsa ham boraman. Bo'ldi, sizlar juda ham ajoyib. 3 oy deganda deyarli 4 oyga ham yaqinlashib qoldi. Salonim tayyor bo'ldi, avtosalon. Ammo hozircha ichida 2 dona mashina bor. Men planim bo'yicha o'zimni ham mashinamni sotib yuboraman. Demak, hozir menda 3 ta mashina bor. Sotiladigan va 3 tasini sotaman, ozgina pul qo'shib va yana bitta mashina qo'shiladi. Shunday qilib avtosalonni ham to'ldirib yuboraman. Mana bu esa meni salonim sekin mayli, ozgina qoldi urib olishimga. Xo'p, sekin mana bu yerdan to'g'laymiz. Mana bu ikkita mashina, nima desam ekan, sotiladigan bu ortib qolgan, ana bu $30,000 ortib qolgan pulga mana shu ikkita mashinani oldim. Albatta bu mashinalar yangi emas, eski haydalgan mashinalar, shu uchun arzonroq narxga sotib yuboraman. Menimcha boshlanishiga yomon emas. Boshlanishiga bu juda ham ajoyib degani. Mayli, so'z boyligim menimcha oshib ketyapti. Mayli, sekingina tushamiz. Bu mashina endi meniki emas, deyarli sotiladigan bo'lib turibdi. Lekin bu juda ham qimmatga sotsam kerak bu mashinani. Ammo mana bu ikkitasi arzonroqga ketadi. Endi ustani qidirish kerak. Usta va qayerda ekan? Mana bu yerda ozgina bitmagan joy bor ekan. Menimcha material yetmay qolgan bo'lsa kerak yoki bilmadim. Mayli, mana shu salon zo'r bo'ldi, menga juda ham yoqdi. Buni ertaga yoki indinga ochamiz. Usta, shu yerdamiding? Shu yerdaman, qarang, mana bu yerda bitmay qolgan joyi bor. Ha, ko'rdim. Uni keyin hal qilamiz. Bu yoqqa kelaver. Xullas, sizga tushuntiradigan bo'lsam, mana bu maslahat qiladigan xona, ya'niki mashina olishga kelgan odamlar bilan shu yerda o'tirib maslahatlashib, mashinalarni tanlab, xullas hamma ish shu yerda hal bo'ladi. Dokument degandek. Mana bu tashqarida esa mashinalar turadi. Oddiygina, boshqa gapiradigan joyi ham yo'q. Tushunarli. Lekin bitta iltimosim bor. Qanaqa ekan? Biz tanishmiz-ku, pulni sizga keyinroq bersam ham bo'ladimi? Bemalol. Masalan, 2 oyda. 1 oyda bo'lsin. Mayli, 1 oyda. Unday bo'lsa men ketdim. Sog' bo'ling. Zapravkani esa pul topganingizda yana chaqirasiz. O'zimiz birga quramiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Ammo pul 1 oydan kechikmasin. Men qolgan bolalarga ham tarqatishim kerak. Xo'p, tushundim sizni. Juda ham yaxshi bo'ladi. Shu usta ham ko'p yordam beradi. Hozir ham tekinga emas, ammo nima desam, pulni keyinroq beraman dedim, meni to'g'ri tushundi. Hozir mana bularni, xullas, menda $30,000 hammasi o'zimda. Chunki nima desam bo'ladi, yana qarz oldim. Meni salonimga yana 4 ta mashina kerak. Albatta pullari ham hammasi naqd, tayyor. Qayerda ko'rishsak bo'ladi? O'zim sizga manzilni yuboraman. Tushunarli, sizni tushundim. Xo'p, keyinroq gaplashamiz, sog' bo'ling. Yaxshi. Bo'ldi, hammasini hal qildim. Tushunmadim. Politsiya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xullas, siz men bilan mahkamaga borishingiz kerak. Nima, yana qanaqangi mahkama? Bu joy noqonuniy qurilgan. Qanaqa noqonuniy? Men hammasini hisoblashtirganman. Yo'q, siz qamalasiz. Bola ko'rib turganinglardek, hammasi endi yaxshi ketayotganda yana bitta muammo paydo bo'ldi va albatta keyingi qismi uchun sizlar menga
800 ta like va 12 mingta obunachi yig'ib berishinglar kerak. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telegram kanalimga ham obuna bo'ling. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Red News.